Nexiki legendami, Gentrami bilmadim-ku, lekin o'sha legendalar narxini yer bilan bitta qo'yadigan yo'q narx kanali bo'ladi. 2009-yil 1.5 Dons super konditsioner Nexiki avtomobilimiz sotuvimiz edi. Lekin motor hadovoylarda ishi yo'q ekan, qanaqa moyam yegani yo'q ekan. Konditsioner ham ishlab turibdi, eng qizig'i. Salon holatlari mana. Yomon emas. O'zingiz uchun eng xipsiga qidirib olsangiz, ash olib keladi. Lasetti sidinalar qo'yilgan. Mana pedal maktafonlari. Mashina 500 mingga yaqin yurgan ekan. Kraskalari, epetlarida qirilgan, chizilganligi uchun sepilgan joylari bor. Kemash orqasi yengil diq etgan joy bor ekan. Salon orqa holatlari mana. Yaxshi ekan, yomon emas ekan. To'ktirib, naqadu qildirib qo'yganlar bor-ku. Oldiga litaralar qo'yib qo'yilgan. Orqa bamperni yengil talishtirib olsanglar, o'zingiz uchun juda ham chotki sassiyaniga keladi. Mana shu nakitiyasini ham taqdirib yuborishinglar, chotki olib keladi. Mayda chuyda bo'lsa ham aytib aytish kerak. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, har kuni Telegram kanalimizga 10-15 talab Jen va hamda marka mashina qo'yib bormoqdamiz. Bundan ko'p insonni xabari bo'lmagani uchun Telegram kanalga o'tib olishlarini maslahat beramiz. Eski bo'lsa ham shumkasi bor, qaranglar. Gerbli laboylar ham qo'yib qo'yilgan, laboylari ham but-butun. Mashinani lekin duxi bor, qaranglar. Mana mashinaning orqadan holati, yurib turgan tayyor mashina deb. Biz bu mashinani 2150 dollarga berib yuboramiz. Qoyilmisizlar? Bunaqa narxlar faqatgina bizning kanalda bo'ladi. Kelib, ko'rib, tekshirib, proverka qilib oburasizlar. Egalar nomer Telegram kanalda, kanalga o'tib nomer olib, bemalol baraka qo'shishinglar mumkin. Shunaqa arzon Nexiki qidirayotgan oilaga yuborib qo'ysanglar, ancha ham savobga qolasizlar.